Ho'p bolalar. Kino ko'rasizlar? Qanaqa kino? Emmanuel Qanchada? 500. Kinodan ko'rishimiz mumkinki, bu pornografik tusdagi mahsulot hisoblanadi. O'zi umuman pornografik tusdagi mahsulotni tarqatish, reklama qilish, namoyish qilish qanaqa javobgarlikka sabab bo'ladi? Ushbu turdagi harakatlar Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 189-moddasi va Jinoyat kodeksining 130-moddalari bilan javobgarlikka tortiladilar. Misol uchun siz bitta o'rtog'ingizga Telegramdan ushbu mahsulotni tashlab berdingiz yoki telefoningizdan qo'yib berdingiz yoki umuman reklama qilib berdingiz. Shu holatda birinchi navbatda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks qo'llaniladi. Agar shu harakat ma'muriy jazo qo'llangandan keyin 1 yil ichida sodir etilsa, jinoiy javobgarlikka tortiladi. O'zi umuman bu turdagi mahsulotlarni tarqatish yoki tomosha qilish insonni psixologik jihatdan ham, jismoniy jihatdan ham ancha zarar keltiradi va agar ularni qonunchilikda yozilgan tartibdan buzsangiz, huquqiy jihatdan ham o'zingizga zarar olib kelishi mumkin. Hurmatli do'stlar, demak videoni kimga yuborishni o'zingiz albatta bilasiz.